Shoshilinch tezkor xabar. Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Darhol xabardor bo'ling, hozirgina noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Qozog'istonda 30 kishi Xitoyda aniqlangan yangi virus bilan kasallandi. Agentlik aholini profilaktika choralari rioya qilishi va gavjum joylarda aloqani cheklashga chaqirdi. Rossiyada ham xavfli virus tarqalayotgani aytilmoqda va u atigi 24 soat ichida pnevmoniyaga olib keladi. Bu virus nafas olish tizimiga va o'pkalarga jiddiy zarar yetkazib, tez rivojlanishi bilan xavfli hisoblanadi. Kasallik o'z vaqtida davolanmasa, og'ir oqibatlarga, hatto o'limga olib kelishi mumkin. Shifokorlar xavfsizlik choralarini ko'rishni, odamlar gavjum joylardan uzoqroq yurishni, qo'llarni muntazam yuvib yurishni va xonalarni tez-tez shamollatishni tavsiya qilishmoqda, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.